Hozirgi kunda ayollar va qizlarni men umuman tushunmayapman. Nima sababdan o'z chiroyini, o'z sog'lig'ini kosmetolog, 3 oylik o'qib kelgan kosmetologlarga ishonib topshirishyapti. Hozirgi kunda vrach kosmetolog va plastik xirurglar juda ham ko'p. Ularga murojaat qilishlari mumkin. Kosmetologlar 3 oy, 6 oy ular o'qiganlar. Qanaqa sharoitda? Sterilizatsiya yo'q, instrumentalizatsiya bo'lmagan. Operatsiyalar qilishyapti kichkina xonada. Bularga specialistlar kategorически qarshi hisoblanadi. Hattoki hozirgi kunda kosmetologlar kichkina xonalarda blefaroplastika, brow lifting qilishyapti. Body gel ko'kraklarga qo'yishadi, popaga qo'yishadi body gellar. Ular qattiq осложнение berishyapti. Bular hammasi осложнениеga olib keladigan narsalar. Tim более buni specialist qilmayapti. Agar sizlarda savollaringiz bo'lsa bu tomondan, biz har doim ochiqmiz, bizga berishlaring mumkin. Biz o'z sog'lig'ingizni, o'z chiroyingizni specialistga ishoning deb aytamiz. Agar yana savollaringiz bo'lsa, bizga bemalol berib, murojaat qilishingiz mumkin.